nazorat hisobidan chorva sohasini rivojlantirish ozuqa zanjirini yaratish maqsadida kredit mahsuloti ishlab chiqarilgan. Bu qarz oluvchi yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyekti bo'lishi kerak. Chorva mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, sotish, chorvachilik mollari, mayda shoxli chorva mollarini import qilish, asalarichilik, quyonchilik va qishloq xo'jalik asbob-uskunalarini sotib olish uchun ajratiladi. Kredit summasi 5 million AQSh dollarigacha milliy valyutada so'mda ajratiladi. Yillik kredit foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasiga +3% qo'shilgan holatda. Agar Mo'g'uliston davlatida mayda shoxli chorva mollarini import qilish yoki veterinariya xizmat tomonidan olib kelingan mayda shoxli chorva mollari bo'lsa, kredit foizi 10% hisoblanadi. Ya'ni 17 emas, 10% hisoblanadi. Imtiyoz davri uzoq muddatli 20 oygacha aylanmalarga